Assalomu alaykum. Barchaga Ramazon oylari qutlug' bo'lsin. Mana biz hozir Toshkent viloyati Quychichiq tumani O'jakent mahalla fuqarolar yig'ini Gul Jome masjidiga darvozasini tagiga yetib keldik. Mana Gul Jome masjidining imomi Ikromov Ulug'bek Tillabekovich. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoatul muslimin, hurmatli mo'min musulmon birodarlar, aka-ukalar, og'aynilar. Alloh taolo hammamizga mana bu Ramazon oyini buyurdi. Hammamizga muborak bo'lsin. Mana bu oyni hammamizga Alloh taolo qutlug' qilsin. Mana shu oyimizni chiroyli tarzda ibodatlar bilan, xursandchilik bilan o'tkazishligimizni bizlarga nasib ro'za aylasin. Yurtimizda hamisha mana shu xursandchilik, yaxshi kunlar bo'lsin. Xalqimiz rizq ro'zi butun bo'lsin. Muhtaram jamoat, yaxshi niyat bilan mana shu qishloq ahli bilan birgalikda mo'min musulmonlar bilan mana shu qishlog'imizni mo'min musulmonlarga, namozxonlarga bir xizmat qilsin degan bir niyat bilan qishlog'imiz hududida masjid qurishlikka bir kirishgan edik. Alhamdulillah, mana shu masjidimizni ancha qismi bitib qoldi. Bu yerda mo'min musulmon homiylarimiz qatnashdi. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Ehson qilishda, yordam qilishda hammalariga ming rahmatlar aytamiz. Va bundan buyongi ishlarimizni ham inshaalloh mana shu bitirib olsak, mana shu xalqimizni shu masjidimizni shu kuniga yaraydigan bir holatda bir chiroyli tarzda bir qo'ysak degan bir niyatda turibmiz inshaalloh, muhtaram jamoat. Demak, bu yo'limiz mana shu tumanimizni markazidan, Do'stobod shaharchasidan keladigan katta yo'l hisoblanadi. Mana shu qishlog'imizga kiraverishda mana shu yerda Ma'ruf ota degan qabriston bor. Mana shu qabristonimizni oldida mana shu katta yer bor edi. Mana shu yerda demakki yuqori turadigan idoralardan roziligini olib, mana shu yerda masjid qurishga kirishganmiz. Masjidimizda hamma xat hujjatlari bor. Yuqoridan hokimiyatdan, tegishli idoradan chiqarilgan hamma qarorlar, hujjatlarimiz bor, alhamdulillah. Hammasi hujjatlariga, asoslariga ega. Demak, masjidimizga kiraverishi mana shu. Demak, mana bu yerda yaqinda qurilgan bu demak arka qismi, bu eski darvoza. Marhamat, demak masjidimizning hududiga kiramiz. Yangi darvozaga ham buyurtma berilgan. Muhtaram jamoat, mana masjidimizning hududiga kirib keldik. Mana o'ng qo'l, chap qo'lda bog'iga ega masjid hududi. Marhamat. Demak, to'g'riga yurganimizda mana qabristonda darvozasi bor. Bu o'ng qo'limizda esa masjidimiz hududi qilib berilgan. Masjid mana shu masjidimiz mana bu minorasi, asosiy binosi xonaqoh. Bu yerda masjidimizni, demak o'ng qo'limizda masjidimiz mana shu proyekt ichiga kiritilgan demak tahoratxonasi va yana ham o'ng qo'lda esa avtoturargoh joylashtirilgan. Masjidimizni demak namozxonlari uchun ulovlarda keladigan bo'lsa. bog'ning orqa qismida. Shunday. Devordan ichkarida. Devorda masjid hududida shunday. Qishlog'imiz demak 10 ming atrofidagi aholiga ega. Ikkita mahalla joylashgan bu yerda. Gul va O'jakent mahallasi joylashgan. Ya'ni yaqin atrofda 20-30 kilometr yoqda ham, bu yoqda ham masjid yo'q. Mana shuncha aholiga xizmat qiladigan masjid hisoblanadi. Bu yerda namozi bor, jumasi bor, janozasi bor, nikohi bor, hayit namozlari bor. Hamma demak diniy mana shu tadbirlarimiz mana shu masjidda o'tadi. Bu yaqin atrofdagi barcha aholini demak musulmonlarda diniy tadbirlari shu yerda o'tkaziladi, muhtaram jamoat. Demak mana chap tomonimiz qabristonga kirish darvozasi. Darvozasi. To'g'rimizda esa masjidimizda demak asosiy qismi demak xonaqoh joylashgan. Xonaqoh. Mana bu katta vishkamiz. Minora. Mana bu joyda ayvon, naves hamda kichik boshqa tahoratxona va oshxona, boshqa xonalar mavjud. Xizmat xonalari. Shu masjid mana shu ahvolga kelguncha aholi mana shu holatga kelguncha aholi hamda tadbirkorlar, homiylar bilan mana shu ahvolga olib kelingan, jonkuyar insonlar bilan birgalikda mana shu darajaga yetkazildi. Hozirgi kunda mana aholi bilan birlashgan holda mana lisalar ham olinmagan.
ishlar davom etishi kerak. Desalar endi bu boyagi sovuqlar boshlanib qoldi, shunda ish to'xtab qoldi-da bu yerda. Ish to'xtab qoldi hozir Ramazon oylari. Xudo xolasa shu oylar ichida. Demak, muhtaram jamoat, masjidimiz xonaqoh hovlisiga kirib keldik. Demak, o'ng qo'limizda xona bor, bu yerda imom uchun. Chap qo'limizda yana xona bor, balki mutavalli uchun yoki noiblar uchun yoki kutubxona bo'lishligi mumkin. Bu yer inshaalloh masjidimizga. O'ng qo'lda mana ayvon, namoz o'qishligi uchun, hayit namozlari, juma namozlari, taroveh namozlari. Chap qo'limizda ham ayvon, yana chap tomonda ham, o'ng tomonda ham eshik bor. Kirib chiqish uchun. Shunday. Boyagi, demak, masjidimiz xonaqohga kirishligida bilan bu yerdagi ark qismi mana bu yerda. Ark qismi. Demak, masjidimiz o'zgardi. Xonaqoh qismiga kirib bormoqdamiz. Demak, masjidimiz mana shu asosiy xonaqoh qismi hisoblanadi, muhtaram jamoat. Mana yuqorilar qilinish kerak bo'lgan ishlar bor. Tom qismi. Demak, bu yerda asosiy masjidimizni ishi mana shu xonaqohni bitirish, muhtaram jamoat, hurmatli azizlar. Demak, sizlardan asosiy so'raydigan yordamimiz homiylarimizdan, musulmonlarimizdan, saxiy insonlarimizdan so'raydigan yordamimiz mana shu xonaqohni bitirishlikga iltimos yordam bersanglar. Butun xalqimiz bilan birgalikda duoda bo'lamiz hamisha. To'yinki qiyomat inshaalloh mana shu yerga hissa qo'shgan, xizmatini qo'shgan bir hech bo'lmasa duoda bo'lgan insonlarga albatta savoblari yetib turadi inshaalloh. Pol qismi issiq pol qilingan, issiq suv bilan shu suvchi pol, teplый pol deyiladi. Teplый pol qilingan, mana ustidan stяжка ham qilingan. Mana buni kollektorlari mavjud. Mana teplый polga ham ulgurilgan. Mana sizlardan so'raladigan yordam musulmon ahlidan shuki, mana shu masjidimiz qurilishi uchun yordam, moddiy yordam, har qanday yordam, qo'ldan kelgancha yordam, homiylik qilish uchun so'ralyapti. Iltimos, musulmon ahli bo'lib, Alloh roziligi uchun yordam berib boramiz degan umiddamiz, hammamiz jamlanib. Asosiy ish bu, demak, derazalar o'rnatilgan, ichini bitirishlik kerak. Patolog qismi yoki havo tortadiganlar, keyin shift qismini qoqish, ventilyatsiya. Hammasi mana shu ishlar turibdi. Mana oynalar ham oddiy oyna emas, anchagina pishiq, mustahkam oynalar zakaz qilindi va shu homiylar, ko'proq shu aholimiz challenge e'lon qilgan holda mablag'lar yig'dik. Shu paytgacha mana hozir oradan shu masjid ancha qurilishi oqsab qolyapti. Qurilishi boshlanganiga 5 yil bo'ldi. 5 yil ichida mana shu holatga keltirilgan. Mana bu joylarda mana bu tomonlari kichik xonali mavjud, oshxona, hujra, mana shunday joylari bitkazilgan hozircha. Bu yerda ham kelajakka xizmat qiladigan bir niyat bilan bu ayvon qurilgan. Namozlarda, yozgi kunlari jamoat uchun bahavo joylar qilindi. Bog'lar qildik, aholi bilan birgalikda ichkariga ko'chatlar ekdik. Xudo xolasa yana mana gullar ekib qo'yganmiz. Undan tashqari yana gullarni tashkil qilamiz. Bu yil ham ekishni. Yo'q, bitgan hududlar shart emas menimcha. Bu joylar mana hozircha mana shu kichik qismida ibodat qilinyapti. Chunki kattasi bitmaganligi uchun ham bu yerda namoz vaqtlari yozilgan. Mana hozir o'zimiz ham Allohning uyiga oyoqni yechib kirish kerak. Kir qilmaylik hech joyda. Mana hozircha mana shu holatda, mana shu joyda kichik bitgan qismda ibodat shu xonada bu yerda bo'lib turibdi. Vaqtinchalik Juma namozlarimiz ham
Shu yerda va hovlida bo'lib turibdi. Taroveh namozlarimiz ham shu yerda bo'lib turibdi. Noqulaylik tug'diryapti lekin. Albatta, lekin Odam sig'maydi. Bo'lib turibdi-ku, ammo boyagi jamoat ko'pligini hisobga oladigan bo'lsak, biroz torliq qilmoqda. Albatta, mana shu xonaqohimiz bitganda edi, jumalarga ham, taroveh namozlarimizga ham juda erkinlik bo'lib qolardi. Endi 5 vaqt namozga yetarli bo'lishi mumkin. Lekin katta namozlarimizga, ayniqsa yana namozlarimiz borib surilib yana qish kuniga kelmoqda hozir hayit namozlarimiz. Yog'ingarchilik kunlariga to'g'ri kelib qolamizda, yana 1-2 yil ichida shunaqa bo'lib qoladi. Shunday bo'ladi. Qishlik kunlariga ham to'g'ri kelib qolamiz. Shuning uchun mana shu o'sha kunlarga to'g'ri kelmasa xonaqohlarimizni o'sha o'taram asosiy belgi xonaqohimizni bitirib olsak, xalqimiz nihoyatda xursand bo'lardi. Bu ishda panada namoz o'qilgan bo'lardi. Xuddi shunday. Yaxshi ish bo'lardi, muhtaram jamoat. Xuddi shunday. Mana shu edi. Imkon boricha harakat qilingan. Hamma narsa joy-joyida bo'lishligi uchun mana orqa tomon bu yer qabriston. Orqa tomon qabriston hamda bu joylarda ham mana ayvonlar tashkil qilingan. Ayvonlar bu tomonida ham mana ayvonlar qilingan. Qurilish mollari saqlash hamda boshqa narsalar uchun Xudo xolasa jamiki musulmon ahlidan yordam so'raymiz. Ushbu masjidimiz qurilishida homiylik qilishlarini hamda moddiy tomondan yordam berishlarini. Jamiki bizni eshitib turgan insonlarga oldindan rahmat, minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.